yurak markazi klinikasi juda yaxshi ekan. Hamma sharoitlari zo'r, yaxshi qarashadi. Men Surxondaryo viloyati Angor tumanidanman. Mart oyidan mazam qochib yuragim sallama qilib men shu Toshkentga yurak markazi klinikasiga kelib ko'rindim. Vrachlar ko'rib menga tromblar bor deb nima qildilar. Yurak tomirlariga tromb bor dedilar va shu yerga menga tromblarni tozalash uchun operatsiyaga nima qildi. Men rozi bo'lib, 1-marta 23-martda oldirdim va qo'ydirdim. Bir oydan keyin yana ko'rikka kelganimda yana 2 ta stent qo'ydilar. Aprelda 12-aprelda stent qo'ydi. Hozir mana bir oydan keyin yana kelib ko'rikdan o'tdim. Yaxshi, hamma narsa zo'r joyiga tushgan. Hech qanday shikoyatim yo'q, hammasi zo'r. Tavsiya qilamiz. Yurak markazi klinikasi juda yaxshi ekan. Hamma sharoitlari zo'r, yaxshi qarashadi. Gap yo'q.